Assalamu alaykum. Aliya Sultan taam pişiriq salonidagi barliq güzel qizlar. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lganimiz tang momi qilish usuli. Tang momining ximiri uchun moy ximir va tosh ximir, ya'ni tosh ximir, ich ximir deb ikki xil ximir ketadi. Ya'ni bu ikki xil ximir uchun faqat mushu 3-4 xil material bilan ham ximir tayyorlaymiz. Ya'ni buning ximiri uchun ketadigan materiallar 1 kilogram un, 350 gram abjash may, 5 gram sut puraqa, vanilin. Yani ma ixvan şirketining sut puraq bo'lsin bo'laverdi. Anadan keyin 300 gram su. Mushu 4 xil material bilan biz mushu tang momining ham ich ximirini, ham tosh ximirini tayyorlay olamiz. Ondan başqa bu tang mominingki qiymisi uchun ketadigan materiallar muvafiq miqdorda yemish, qizlar ko'k yemish bo'lsin bo'ldi, mening o'xshash yemish bo'lsin bo'ldi. Qo'rilgan kunjut. Kunjutdan 3-4 tomoq qoshiq atrofida, xasning meg'izidan muvafiq, anadan keyin ushaq to'g'ralgan yong'oq meg'izidan muvafiq, yaxshi ko'rsanglar, tort uvuqi yoki pecheni uvuqidan bir changal silvassanglar bo'ladi. Bu qiymaga anadan keyin men zaytun meyi tayyorladim, ya'ni shu Praksiz sumay bo'lsin bo'ldi. Bir tomoq qo'shib atrofida zaytun meyi. Mushu qiymimizni aralashtirsak, iliqimda juplashqidek holatga kelguncha eris. Erisimiz oq eris bo'lsin bo'ldi, qahvarang eris bo'lsin bo'ladi qizlar. Cho'qim mush qiymini men yili mavi yemişlarni ushaq to'g'ri yutaman juma qizlar bo'lmasa jildimiz teshilib ketib qoladi. Qag'alarini ushaq holat to'g'ri vasanglar bo'ladi. Birinci qadamni qildigan mashg'ulotimiz qizlar shu 1 kilogram unimizga 5 gram sut puraqni to'kimiz. 5 gram sut puraqning hammasini to'kib, buningga 350 gram tayyorlangan abjash mayni to'kib, shu abjash may bilan sut puraq bilan shu unimizni bir xil aralashma holatiga kelamiz. Su qo'ymay turamiz. Su qo'ymay turib, buni shu bir xil ximir holatiga ekilib olgandan keyin mushu aralashmamizdan 400 gram aralashmani ayirib qo'yib, ich ximir qilamiz, ya'ni may ximir qilamiz. Ishib qolgan, dasti qap qolgan ximirimizga 300 gram suyimizni az-azdan quyib, bo'shroq lag'manning ximiridek ximir yug'irib olamiz. Shu bosqichga o'taylar. Xanım qizlar, mana unimizga sut puraq, bayqi abjash mayni silib, obdan aralashtirgandan keyin mushundaq bir xil holatga keladi bu. Endi mushu aralashmamizdan 400 gramni ayirib olamiz. Ayirib olgan 400 gram ximirimiz may ximir, ya'ni ich ximir deb ataladi. Sut puraqni silishdan maqsad qizlar qo'ymay purab qoladi deb andish qiladigan xonimlarimizningki endişisini yo'qotish uchun sut puraq soldik. Asli bu xil pishiriqqa sut puraq solmasanglar bo'ladi. Shu 400 gram aralashmani ayirib olay. Xanım qızlar, bayık aralashmamizdan 400 gramni ayrim bir dasqa ayırıb aldım qızlar. Endi bu aralashmaga, ya'ni tosh ximir qildigan bu aralashmamizga ap qolgan 300 gram suyimizning hammasini bir xil to'kmaymiz. Az-azdan to'kib ximir yug'irib olamiz. Balki mush suvning hammasi ketishi mumkin yoki azroq ketishi mumkin. Yug'irilib bo'lgan oldin ko'stay. Xanım qızlar, mana ximirimizni yug'irib tayyor qildim, ya'ni tosh ximir, suv qo'shilgan ximir. Bu ximirimizga biz 300 gram suv tayyorlagan to'q 230 gram suv ketdi, 70 gram suv ishib qoldi. Ba'zi ularningki suv simirish xususiyati o'xshash bo'lmag'achqa, balki bundan jiqroq suv ketishi mumkin, azroq ketishi mumkin, normal ahvol. Bu ximirimizni 10 minutcha tindirib qo'yamiz. Anadan keyin biz ma ich ximirini ambalning ustiga elib buningga ishlaymiz. Hanım qızlar, mana ich ximiri, ya'ni may, sut puraq, unning aralashmasidan 400 gram ayirib olgan tuqumush ximir shu. Buni endi qo'linglarning olqini bilan mushtaq eylaysizlar qizlar. Eylisanglar, ma ximiringlar bag'an siri kallak holatga keldi. Oqirdi ximiringlar bag'an siri cho'rlarini yig'ib, eylab, mushtaq bir 5-10 minut ishlab yetib bu ximirga qo'yib qo'yamiz. Bu ximirimiz ich ximir bo'ladi. Bayqi tosh ximirimizni 10 minut tindirib, uni 20 gramdan, mani 12 gramdan 15 gramgachilik shu ximirning ichiga qiyma qilib elib tugimiz qizlar. Buni bunda yumaloq holat keltirib, zo'li qilib olmasanglar bo'ldi ich ximirni. Jumishda tirik chichilang'u holatda bo'ldi bu ximirimiz. Lekin 50 bosqichiga undan ahamiyat bersanglar, ximiringlar oson ayvashga keladi. Mana ko'ringlarmi, abayqi tarqaq oldidan mana mushtaq holatga keladi. Endi biz tosh ximirini 20 gramdan zo'li qilib olaylik. Mana qizlar, boya eyilgan ich ximir, ya'ni may ximirimiz shu. Mana shunday holatga keldi. Buni bir bosh qo'yib qo'yib, bayqi tosh ximirimizni 20 gramdan zo'li qilamiz.
Hanım kızlar, mana xemirlarimiz ne? Taş xemirini 20 gramdan zo'li qilib oldik. Mana iç xemirimiz, yani may xemirimiz mi yerda. Endi mush taş xemirdan bir tal ilib, buna nip biz içib olamiz kızlar. Müstarak içib buni kulonlar dasanlar bo'ldi ya, xemirimiz bo'sh bo'lgandan keyin. Hemen boya dedim 10 gramdan 15 gramgacha yoki bo'lmasa 12 gramdan 15 gramgacha, 15 gram bekçak bo'lib turib 12 gram atrofida ilinglar. Ilib buni mantı tükkendek tügib olamiz ha qizlar. Xanım qizlar, taş xemirga içiniki may xemirini ilib mantı altida tügib mana mush holatda zo'li qilib oldik. Buni endi rastlash bosqichiga o'taylar. Xanım qizlar, boyagi tamomining qiymasiga men mush tomoq qo'shqida 2 qo'shq atrofida shakar silib etdim. Bunun texim yeyishlik bo'ladi. Ma üzümni şu bir tal üzümni, yani yemişni 2-3 parçalam qag'il bo'ldi, bek uşaq to'g'rab bo'g'il bo'lmadi. Anadan keyin ma zaytun meyi, bir tomoq qo'shq atrofidagi zaytun meyini, ondan keyin erisni qo'yamiz. Eris oz kelsa, yana quysak bo'ldi qizlar. Eris yo'q xonimlar, hasal quysanlar bo'ldi. Hasalga qaragan vaqtda eris quysak texim tamlik bo'lganligi uchun men eris quydim. Buni bek chin holatda jipslashtirib misakmi, bir xil uvag'roq holatda bo'ladi, shu jipslashgan holatini ko'rsatay. Xanım qizlar, qiymimizninki mana holati mush holatda bo'ldi. Qurg'oqroq holatda bo'ldi qizlar, bek jipslashib ketmaydi juma. Qiymimiz tayyor bo'ldi. Endi xemirimizni rastlasak bo'ladi. Xemirimizni rastlagan vaqtda puzi bilan xemirni bunday uzunchoq holatda ochamiz qizlar. Bo'yiga uzunchoq holatda ochdik, oldimizdan boshlab turimiz. Mana endi mana bunday qilib etib, buni yana uzunchoq holatga ekilimiz. Xohlasanglar yana oldinlardan boshlab tursanglar bo'ladi. Bu birinchi xil rastlash usuli qizlar. Mana mush xil holatda endi buni besib, yumaloq holatda yeyib olsak bo'ldi. Bu birinchi xil rastlash holati. İkinci xil rastlash holati o'xshashlam elips shaklda qilib olamiz. Mana o'xshash, mayli oldinlardan mayli yuqori tarafdan tursanglar bo'laverdi. O'xshashli mana qo'linglarni besiblam. Mana mundaq. Mani mundaq ekilib, bunimi o'xshash shaklda jumla holatda ichib olamiz. Mana qizlar, jumla holatda ichib, qiymida muvofiq miqdor silib bo'lsa, qo'linglarni sal namdib etib cho'rsini namdib etinglar. Chunki men may xemir ichiga kirgandan keyin bu naytdim qurg'oq holatdagi bir xemir bo'ldi. Chaplashmoq tez. Shu buloq mantı tükkanga o'xshash shaklda tugimizni chinroq chimdanlar jumi ichilib ketsa bo'lmaydi. Mana hammasini ekilib bunday yemlab etdimiz. Mana astında yemlendi. Endi buni döm qilib, yana o'xshash yumaloq holatga ekilamiz. Xonimlar, mana yumaloq holatga ekib bo'lgandan keyin mana bunda yerdan da girvak chiqaramiz qizlar. Bunda nepizlikda ko'ringlarmi? Xemirni chimdisanglar, bunda qalpoqdek bir narsa chiqadi-ku, mana. Mana endi buni tugimiz. Qaranglar, beshini ichiga yo'gab, go'shtlarning cho'risini tukkandek, mana. Xuddi qaqsamslarning cho'risini tukkanga o'xshash tuvsak bo'ldi, ko'rdinglarmi? Mana. Ma qurg'oq xemir bo'lg'achqa tuxumning aytdim oz miqdorda sursanglar bo'ldi, surmasanglar bo'ldi. Men jiq qilg'achqa sal qurishibdi xemir, shunlashqa tuxum ekin surib qo'ydim. Shakarga, ya'ni oq shakarga ozroq qora kunjutni aralashtirib, mushning ustiga bosimiz. Tekkizsak bo'ldi. Mana, ko'rdinglarmi? Shunda chiroyli. Mush holatda duxovkada osti 160, usti 150 gradusda 30 minut atrofida suzuk holatda pishirib chiqaramiz. Xanım qizlar, mana taomlarimizni pishib chiqdi. Aytdim, suzuk chiroyli pishib chiqdi. Ma'u xil bo'lsa, eng ibtidoiy, eng dastlabki shakldagi taomining shakli xonimlar. Qarsanglar bu mana aytdi. Shu kat chiqadi arisi. Mana uvilib turdi, ko'rdinglarmi? Mana tutib bo'g'chilik uvildi. Men buningga qizlar, ma u qiymi yetmay
arasıga tursa bolkaning ichiga oladigan tursa qiyam bor. Shuningdan bir 15-16 gram atrofida elib tüydüm. Bumi bek yeyishli chiqib kesinib baqsanglar bo'ldi qizlarjimi. Ko'rdinglarmi? Mana uvulib turdi bu. Shunchalik chiroyli pishdi. Buni sovutib elib iste'mol qilsanglar bo'ldi qizlar. Bugungi darsimiz tamom sinishlik bo'lsin hamsa.